Hello YouTube ahli, sizlar bilan men Lucky Craft Extreme. Bugungi videoda bize hamma yoqtirib o'ynaydigan 2 kishilik o'yinni o'ynaymiz. Qanunda let's go do'stlar. Birinchi mana kiramiz va hamma yaxshi ko'radigan o'yin. Bugun bu 3 qism bo'lishi mumkin ki hozircha botga o'ynaymiz, bot bilan o'ynaymiz. Keyingilarda keyingi qismda ukam bilan o'ynaymiz. Undan keyingi qismda ukam bilan hamma o'yinni o'ynab chiqishga harakat qilamiz. Qanunda let's go. Hozirchaga mana shu boshidagi 4 ta o'yinni o'ynaymiz. Mana bu. Qani go do'stlar, yashin bir ichga. Ana. Menikimi. Sizlarga zo'r anovi cheat короче do'stlar. Kima? Voy do'stlar, yutqazib qo'ydim. Sizlarga zo'r cheatda mana qaranglar. To'xta, kirib ketmay tur berasiga. Mana qilib turib olsanlar hech kim tegana olmaydi. Do'stlar, boshqadan boshlama birinchiga. Chiqamiz. Ikkinchi o'yin. Mana shu yaxshi o'yin. Voy do'stlar, telefonim qotib qoldi. Basharingiz seni. To'xtab turinglar do'stlar, boshqadan qilay. Qotmabdi uni narsa tegib qo'ygan do'stlar. Yashil ikkalamiz qoldik. Ana do'stlar, men yutdim. Ko'rasizmi, men yutaman-da. Telefonim qotib qolmasa men yutaman. Tank eng yomon ko'rganim do'stlar. Ha, buni o'ynaymiz. Ana do'stlar, yutqazib qo'yaveraman-da. Qani qaysi bu yutarkan? Yashil yutarkan. Qanunda 4-nechinchi o'yinmi? 4-chi o'yinda, короче, 4-chi o'yin o'ynaymiz. Voy, bilmasam bosib qo'ydim do'stlar. Mayli, endi o'ynaveramiz, da. Qaranglar, zo'r ovoz chiqarib beraman. Yoqdimi do'stlar? Davay do'stlar, kommentga bir kishi bo'lsa ham yozsin, mana shu yerda ko'rayotganlar. Bir kishi bo'lsa ham yozsin kommentga, ukangiz bilan o'ynang deb. Iltimos. Ukang bilan o'ynadan qo'y deb yozsalaring ham mayli, uzr do'stlar, so'kinish emas. Bizda so'kinish umuman yo'q do'stlar, oila davrasida ko'rishlaringiz ham mumkin. Keyingi videolarda umuman so'kinmaymiz. Men yutdim. Har doimdek men yutaman. İkincisi soccer, futbol aniqroq. Bu botlar-ku deyishlaringiz mumkin. Botlar shunaqa xususiyatga ega. Bemalol olib ketib qolaveradi. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Beradan qaranglar, olib ketishdi. Ana. Bular bilan o'ynash вообще bo'lmaydi do'stlar. Birinchiga ber menga. Ana. Men tepyapman-ku, bu qanday olib qo'yapti mendan bu kirsa. Ana do'stlar, bular cheatlari bor bular. Men botlar bilan ikkinchi o'ynamayman deganman, lekin baribir sizlar uchun o'ynayapman. Bitta tepamiz yana. Poqa etib tepamiz. Ronaldo bo'lamiz. Yaxki botlar. Nima qilaysan? Yaxshi birinchiga mana. Ay, hop. Ana. Qaranglar. Hech kimga emas Ronaldoni yutish. Hali qirolni yutgan hech kim emas. Yutdik. Bu shartdan bajarildi do'stlar. Mayli, sizlar uchun yana ikkita o'yin o'ynaymiz. Qaroqchi o'yinini o'ynaymiz. Ko'kni xo'rlayapmiz do'stlar.
Aynen meniki chiqaraveradi ya krisalar borki. Pastga Stickman krisa deb yozinglar kommentga. Stickman balki o'zi ko'rib qolar. Keyin to'g'rilar bu xatoni. Meniki yo'q demadim, jinni sariq ot deyapman. Ot. Ha, sariq. Senga emas meniki. Tushundingmi? Ana do'stlar, mingtadan o'zi har doim mingtadan. Yana sizlar uchun ikkita o'yin o'ynaymiz. Chunki tam anonimiz kam bo'lib qolyapti-da videomiz. Eng yomon ko'rganim mayli sizlar uchun o'ynayman. Buni o'ynamamaydi o'smi? Butlar qanday o'ynagan? Ukam dahshat o'ynaydi borku. Qarang, kirgizib yuboraman bu yerda. Voy be. Atoy qiladi bu Stickman ekrisi. Voy. Do'stlar ko'kit. Shu bilan sizlar bilan men do'stlar, sizlar bilan men Xteam bo'ldi. Mazza qilib bu o'yinni o'ynadim. Sizlarga videom yoqqan bo'lsa xursandman. Shu videoni ko'rgan ekansiz, shuncha mehnatni qadrlab, like bosib, obuna bo'lib ketinglar. Iltimos do'stlar. Aktiv ko'proq bo'lsin do'stlar. Bunda hammaga xayr, yaxshi dam olinglar.